Zafar, nima qilyapsan? Majlisda odam siqilib ketdi-da. Nima yeyapsan? Olsangchi. Menga mumkin emas. Menga qara, anchadan beri seni kuzatyapman-da. Oldingda shirinlik yemayapsan. Nima, sahar-pari bo'lib qoldingmi? Yo'q, gap boshqa yoqda. Zafar, seni yaxshi ko'radiganidan. Boyaki premium u, qani? Hey, Gap yo'q. Baxtiyor shu oxirgi payt ishlarim yurishmayapti-da. Topishim yaxshi, lekin baraka yo'q. mabodo birontasi norozi qilgan yoki bilmasdan haqqini yeb qo'ygan joying yo'qmidi? Yo'q, hech kimni norozi qilmaganman. Bir ikkita qarzlarim bor. Katta pul emas. Beraman-da. Zafar, qarz katta yoki kichkina bo'lmaydi. Qarz bo'ladi. Ota-bobolarimizni qarzi bor odam go'sht, asal yoki mamlaqa shirinliklar yemasin. Uning o'rniga qarzini to'lasin degan gapini eshitmaganmisan? Qarzlarimni to'lamaguncha yemaganim bo'lsin. Zafar, nima qilyapsan? Qarzimni uzmagunimcha yemayman deb ahd qiluvding-ku. Ey. Sen mana buni ko'rgan. Nima bu? Qarzlarimning ro'yxati. Bittagina fursat do'konidan qarzim bor desam, ko'p joydan qarz ekanman. Xo'sh, Hammasini ro'yxat qilib, qarzlarimni egalariga bitta qaytarib, hamma haqdorlarni rozi qilib, kechiktirganim uchun ham uzrimni so'rab chiqdim. Bugun oyligimni oldim-u, fursat do'koniga bordim. Fursatdan olgan oxirgi muddatli to'lovdagi qarzimni ham to'lab chiqdim-u, birinchi shu yerga kelyapman. menga qara, rostdan qarzingni uzib oldingmi hammasini? Hatto kommunal to'lovlarni ham plyusga o'tkazib yubordim. Gap yo'q. Lekinchi, birovni haqqini qaytarsang, qarzlarni uzsang, rostdan ham ishing yurishib, baraka bo'lib ketar ekan. Albatta. Mana endi maskaningda qanaqa shirinlik bo'lsa, hammasidan sotib olaman. Menga qara. Sen qarzingni to'lab erkin ishini qilding. Bugun qanaqa shirinlik yesang, bemalol senga VIP. O'zimni hisobimdan. Do'stim, baraka top. Qani qaysidan kesib beray? Qaysi biri zo'r, o'shandan boshlaymiz.